Hammaga sizlarga hozir Allohning yana bir mo'jizasini ko'rsataman. Mana ustimizdagi kiyimimiz, egnimizdagi kiyimlarimizda ana ishlab chiqaruvchilari, ipek tolasi yaratuvchilar buni mehnatini ko'ringlar. 2 qavatda. Bu yoqda ham bor. Shunday paklarni yeb, qorinlarni to'ydirib, inshaalloh ipek o'rashga tayyorgarlik ko'rishyapti. 18 metrli og'ir to'la ipek qurti bilan. Bizda ham akamiz yaqin 1 oy oshiq muddatdan beri boqib kelishyapti. Kichkina nechinkaligidan beri boqishyapti. Shu insonlar mehnati uchun bitta like va fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Mana kechani kecha, kunduzi kunduz demasdan yeyishadi bu qurtlar. Ipek tolasi.